Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi Arashan zotli qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Akalar, yangi partiya qo'zi qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Haqiqat tiniq, oq yuz, toza Arashan zotlilardan yetib kelgan akalar. Ular uzun tikka dumba, haqiqat bo'ladigan akalar, 200 kiloni uradigan inshaalloh. Chiroyli sabr bilan 1 yil boqsangiz inshaalloh 200 kiloni uradigan tiniqlari kelgan. Mana akalar qo'zlarni haqiqat tiniq tikka dumba oq yuzlari kelganini ko'ring bir. Soni bu yerda akalar 30 bosh yosh oylar akalar 8 oylar atrofida. Bo'ylari 75 kilosta. Xudo xolasa olib chiroyli baraka topadigan haqiqat tiniqlari kelgan akalar. Bir joyga olganga akalar buni ortiqcha cho'zishni kerak yo'q. Nimaga qo'y o'zi ko'rinib turibdi nima narsaligi. Xudo xolasa videoga bittadan like deb bosib, kommentariyaga bittadan olovchani tashlab qo'yasiz inshaalloh. Albatta obuna bo'lish umuman esdan chiqmasin akalar. Xo'p, 30 tasini bir joyga olganga akalar 4 million 200 ming so'mdan barakahni shuni aytamiz. Dastlabkasi Samarqandgacha qilib beramiz inshaalloh. 4 million 200 ming so'mdan akalar Samarqand, Jizzax, Toshkent, Vodiy bo'ylab umuman besplatni dastlabki yetkazib beramiz inshaalloh. Xo'p, bular akalar 2 ta, 3 ta, bitta olaman degan akalarga donaga 4,5 million so'mdan, 10 tasi bo'lsa 4 million 300 ming so'mdan, yo 20 tasini olaman desangiz, ash optim 4 million 200 ming so'm narxidan ketaveradi akalar. Xudo xolasa videoga like bosib akalar, kommentariyaga olovchani tashlab, birdan podpiska o'qib olishni umuman esdan chiqarmaysiz. Xudo xolasa akalar qo'zini tiniqlari kelgan, yana yangilarini hozir keyingi partiyalar olishni boshlaymiz.